Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Ardo'nday Mr. Shah. Do'stlar, bugun kimga donat kerak bo'lsa, Alma servisda kerak bo'lsa, donat qilib beraman. Har xil donatlar bor. Mana o'zim qilganman. Bu 90 ta almas 7 kunga tushadi. Birinchi 20 ta, keyin har kuni 10 ta beradi. Buning narxi 7000 so'm. Ikkinchisi esa 450 ta bir haftaga tushadi. Birinchi kun 100 ta, keyin har kuni 50 tadan beradi. Buning narxi 28000. Bir oylik esa bu 2600 ta almas. Birinchi kun 500 ta tushadi, keyin har kuni 70 tadan tushadi. Bir oy to'liq 2600 ta almas bo'ladi. Buning narxi 100,000 so'm. Agar shu videoga like bosib, komment yozib, agar istorangizga qo'ysangiz, menga obuna bosgan bo'lsangiz, sizlarga 5000 so'm chegirma bilan 95000 so'm qilib berishim mumkin. Shoshilib qolinglar, tezroq, chunki yaqinda samolyotda emas, old bir emotsiya chiqadi. Samolyotda emas, havoda uchib ketadigan. Shuning uchun bitta oylik donat qilsanglar, 4 kundan keyin chiqadi, 12 dekabrda. Bitta oylik donat qilsanglar yetadi. Qolganlari esa 110 tadan 180 tagacha tushishi mumkin. Bu joyga tushadi 14000 so'm. 441 tadan 450 tagacha tushadi. 341 tadan 350 taga tushadi. Bu 40000 so'm. Joyga tushadi bu ham. 572 tadan 580 tagacha tushadi. Bu 65000 so'm. 66 tadan 1200 tagacha tushadi. 120000 so'm. 2398 tadan 2450 tagacha tushadi. Bu 240,000 so'm. Va eng qimmati 6160 tadan 6200 tagacha tushadi. Bu 600,000 so'm. Va bu yerda 3 kunlik evolyutsiya bor. Evolyutsiyalar 4 ta bo'ladi. 3 kunligi 8000 so'm, 7 kunligi 14000 so'm va 30 kunligi 35000 so'm. Do'stlar, tezroq donat qilib olinglar. Oylik donat qilsanglar agar, anoda mana bu stenkani ham olishlar, qanog'i sal internet yaxshi emas. Mana bu stenkani ham olishlaring mumkin. 670 ta almasga bitta stena tushadi. 4 tasidan bittasi. Keyin yana nima? Ana keladi. Boya aytganimizdek, samolyotda emas, havoda uchib yuradigan emotsiya keladi. Ulgurib qolinglar, 12 dekabrda keladi. Shuning uchun hozirdan oylik yoki haftalik voucher donat qo'ysanglar, o'zlaringga yaxshi har kuni mana ularga o'tkazasizlar. Hammaga xayr, sizlar bilan Ardo'nday Mr. Shah va Beli Shah bo'lyapti. Videomizni kuzatganingiz uchun rahmat.